24-kun 10 kasrlarni bo'lish. 3 ni 15 ga bo'lsa 2 baravarga oshib ketadi, 6 bo'lib qoladi. Buni bo'lishda nima qilish kerak? 3,0 deb olaman, bo'lingan 0,5. Endi vergullarni bir xilga surib qo'yaman. Shunda bu 30 ga aylanar ekan, bu bo'lsa 5 ga aylanib qolar ekan. 30 ni 5 ga bo'lsa 6 bo'ladi. Keyingisida hop 2,4 yoniga 0 qo'shaman. Nimagaki bir xil bo'lish kerak. Verguldan keyingi raqamlar soni bir xil bo'lish kerak. Mana bir xil bo'ldi. Ana endi vergulni bundan surib qo'yaman. Shunda 240 bo'ladi. Bunisi 12 bo'ladi. 240 ni 12 ga bo'lsak 20 bo'lar ekan. 0,1 0,2 bo'lmoqchiman. O'zi bir xil turibdi. Shuni vergulni suraman. 1 bo'lingan 2 bo'lib qoladi. Endi 1 ni 2 ga bo'lish kerak ekan. 1 ni 2 ga bo'lmoqchi bo'lsak 0,1 deymiz. 10. 10 ni ichida 2 dan 5 ta bor. 5 kere 2 10. Ayirsak 0. Demak javob 0,5 bo'lar ekan.